ikkinchi raundlik jang birinchisi boshlandi. Harakat qilyapti Jastin va zarba texnikasi bo'yicha o'ng qo'lda qimmatga tushyapti ko'proq Gejiga. Va zarbalar bu ochiq jang bo'lib ketdi. Gejida biroz passiv himoya. Korpusga hozir unda passiv himoya va bo'ldi. Menimcha hozir referi aralashishi mumkin. Kurash bazasi bor Taporiyada Gejida farqli ravishda. Zarbalar. Ilk zarbasi va o'tkazmaslik kerak va bundan Geji zarbasi. Asosiy zarba beryapti Ilyaga va yana bitta takedownga harakat. Gejida korpusga zarbalar, og'ir zarbalar. Tugadi. O'zini menimcha oqladi desak bo'ladi.